harakatlarimizda chuqur mantiq ma'nosi har bir mahallaga yetib borish. Samarqandda yoshlar bilan uchrashib, men qoyil qoldim. Shunda gaplarni gapiryapti, sun'iy intellekt, loyihalar, strategiyalar to'g'risida. O'zi hamma muammoni yechimi pastda. $600,000 qilingan ekan. Bir yilda $1,5 million daromad qilsa bo'ladi deyapti. 1 gektardan. Qayerda bunday rentabellik korxona bor? Hamma Samarqanddan o'rnak olish kerak. O'rnak, ilmiy salohiyat juda baland Samarqandda. Odamlar sezsin, tartib bor, intizom bor. Mana shunday tahlikali zamonda biz birlashib, odamlarning kayfiyati bilan yashayapmiz. Har bir davlat o'zini buyukligini tarixiy oshyolar bilan dunyoga namoyish etish kerak. Bunday manzara qayerda bor? Bobomiz 10 yoshdan hadis ilmiga juda katta ehtiyoj bilan, juda katta bilimi bilan dunyoni lol qoldirgan 20 taga yaqin asarlari bugun ham musulmon ummatiga Qur'ondan keyin xazina.